Mana erkatoyim, shirintoyim ertalabdan kelib olgan, uxlayapti shekilli. Bu yotishni qaranglar, mazza qilib yotibdi. Xo'p, bugungi kunimiz homiladorlikda srok, ya'ni homila muddatini qanaqa aniqlash kerakligi haqida sizlarga ma'lumot berib boraman. Homila muddatini qanaqa aniqlash kerak va uni formulalari haqida aytamiz. Shuni bilib olishlaringiz kerak. Qachon murojaat qilishingiz kerak, nima qilishingiz kerak, shu haqida sizlarga ma'lumot qoldiramiz. Bu eng asosiy suyaklarımizdan bitta son suyakchasi bo'ladi. Son suyakchasi bizda haqiqiy homilani srogini aniqlashda yordam beradi. Buni fitometriya deyiladi, ya'ni homilani to'g'ri o'lchamlarini olish. Hozir menda ham sal qiy-shuv chiqib qoldi. Endi sizlarga ko'rsatib berish uchun mana bolamizning o'lchami, hozir o'zini haqiqiy o'lchami son suyakchasi bo'yicha 28 hafta 6 kunligi beryapti. O'zi 30 hafta 1 kunlik bo'lishi kerak. Xo'p, endi aytadigan bo'lsam sizlarga homila muddatlarini qachondan boshlab kontrol qilishni boshlashimiz kerak. Bizani kuzatinglar va keyingi videolarimda aytib boraman.